Toshkentda ko'p qavatli xonadonlarning birida erkak begona fuqaroning eshigini taqillatib, uyini ochmoqchi bo'lgani aks etgan video tarqaldi. Joriy yilning 20-yanvar kuni taxminan soat 00:15 larda Yunusobod tumani 11-mavzeda joylashgan ko'p qavatli uylarning birida 1995-yili tug'ilgan mast holatda bo'lgan erkak shu uyda yashovchi 1974-yili tug'ilgan fuqaroning xonadon eshigini tortib, qo'ng'iroqni bir necha marotaba chalgan holda fuqarolarning tinchligini buzgan. Ichki ishlar xodimlarining tezkor harakatlari sabab videodagi erkakning shaxsiga aniqlik kiritildi. Xo'sh, u nima uchun begona fuqaroning eshigini taqillatdi? Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani Ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Tekshiruv yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Hurmatli fuqarolar, xonadoningizni doim qulflab yuring. Eshikni begonalarga ochmang. Ogohlik hammamizni turli xavf-xatarlardan asraydi.